Sen başla bu horrible. Man aman gidiyorman. Lekin borcu uyni çapaçılık sebep bana yaşıl görme. Gittim. Molla ochiq olmasin. Bo'lmasa yomon qilaman. Sabattani. Onalarning emi yorsini bu uyga bir odam burnuna bir erkin qo'laygan paytam bor ekan-ku. Ha. Jo'rajonim tayyorlan. Bugun mazza qilib qishloqni aylanamiz. Doding senga ishlagandilar, jinnimisan? Sani bobong aytdimi? Yo senga aytdimi? Yo'q. Mani bobom menga aytdimi? Tamom, men o'zim razbiratsiya qilib bilaman. Bo'p, to'masam ketdi. Mo'shin bilan aylanib qishloqqa kayf qilib bo'lmaydi? Nimani kayfi bor ekan? Kabrioletda ketishdi, orzu ham qilma. Bizani qishloqqa kabriolet yo'q. Bu mashinning tilini bu dunyoga faqat ikki kishi tushunadi. Kim? Birinchisi bobom, ikkinchisi men. Ha. Hozir. Xalta. Qil. Magazin kirilmaydi, juda qilamiz. Puling bormi o'zi? Soqqadamanda. Muammo bo'lmagan. Yur. Ash hammasini hisoblangan necha pul bo'ldi? Sizlardan 140 ming so'm. Tamom, mana. Shundan yechib o'ring. Puling bo'lsa-yu ishlata olmasang, alam qilar ekandek. Qishloq joyiga kartadagi pul otangning ostidagi gap. Nega? Bor, lekin ishlata olmaysan. Bor. Mo'ygani qatta qilamiz? Hozir ozgina qo'lli, ozgina. Mana latta, men shuni yuvasan. Sen nima qilasan? Men suv sepaman. Kim puli bu? Kimni puli bo'laydi? Moshin bobomniki, pul ham bobomniki-da. Moshin bobomniki, pul ham bobomniki-da. Boyga olgan narsalarimiz qancha bo'ldi? 140 ming so'm. Manami pul sizga, bizda chiz kerak emas. Onasini emsin. Bar Toshkentlikda birovni puli bilan katta gapirishini qaranglar buni. Magazinchi qiz Jamila, qarang. Normalni. Normalni parmanli qilma, kelin bo'ladi u. Ha, yo'q. Maktab paytdan beri sevib kelonman, yo'q deyapti. Amalliman, lekin. Bo'p, to'masam. Yaqinga shuna yarashgan sunnat to'y qilaman. Rasmida bir xizmat qilib berib pulni yig'ib qo'yinman. Qolganini chiviga olib qo'yarasiz. O'zingizdan o'zi qottiradi, ha? Beraylik. Ber. Sen hayajonlanma. Ber. Bu Gulsanga. Yo'qot gulingni mana bugundan boshlab sevganim bor. Sen kim u? Hali tanimayman, gaplashganimiz yo'q, lekin u Toshkentdan. Rahmat. Quloqing gapim bu. Qana Toshkentdan. Kim u? Ana shu iflos bo'lsa kerak. Yo'lakamiz. Agar shunday bo'layotgan bo'lsa, poyga o'ynaymiz. Jamila yutganniki. Go. Soat 6 da kutaman. Davay. Qanaqa Jamila? Men senga aytdim, kelin bala dedim-ku, jo'rajonim. Potni berish yo'q bizda. Yutosam senga beraman. Jo'rajon Jamilani qo'ylan bo'y bermaylik, gazda dapolik bos bo'g'imni gaplarni o'ylama. Sani va chiqma menga. Men Oybekda surish yurgan bo'laman. Oma. Ama, bunayroq. Menga qara, biz bu poyga yutishimiz kerak, to'g'rimi? Shuning uchun mayroq tur. Davay ketdik. Hayda bilmayotganingiz poyga nima qilasizlar? O'zim mana ahmoq hayotimni jo'ramga ishonib bilib.
Машина! Недостаточно Не, хорошо брат. ездит, брат. Не надо, брат. Но у меня Подожди, есть брат. для тебя Не. еще сюрприз. Не, брат. не. Я свой козырь не открыл. Хорошо? Увидишь? Ладно, давай, я готов. Вот это мужик. Hey, true, bet that up for the track. We gonna take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Tur yo'qmi? Tegilma moshinga. Tegilma bosishamiz. Jonim yutadilarmi nimada? Nima pichir qilasizlar? Nimani aytolmayapsan? Baba biza nima? Dodam mana nevarangiz qiynalib ketdi. Nespravedливость bo'ldida, unaqa ishlatib urmaydi yosh bolalarni. Ozgina voля berib qo'yish kerak. Tushunasizmi? Shaharga chiqaman deyapti, chiqarmayapsiz, faqat ishlatyapsiz. Noto'g'risi siz bu yerda. Hey shakal maymunlar. Beri kelinlaring. Shaharga boraman dedinglar. Mayli senlarga ruxsat. Lekin mana bu xatni ana bu adresga yetib berasan bacham. Lekin bu xatni ochib o'qisalaring. Urib o'g'ling tanov qilaman hammangni. Tamam bu? Humoyo dodam. Aha, ketdikmi? Taqmi? Davay, o'tir mashinaga. Sen mashinaga nima aytiraman? Shaharga Malibuda boramiz-da. Kallang ishlaydi. Seni mashinang bilan ketsak, sen jaydarib o'laman degan gaping qera qoladi. Yurmaymizmi? Mazza qilib, piyoda. Yo'q. Qachon yuradi buning? Qachon to'lsa o'sha payt yuradi. Oke, kanserroq voring. Kansani, ana Forskalar o'chasiz ana shu shamol bo'lib kansani bo'ladi sizga. Voy, yomon narsa Voy, ekan. gapirma, gapirma. Ne gapirmayman. Ey qiz. Kettor shahar aylantirib kelamiz. Nima deysiz? Chi? Nafamdan. Rav yo'q shavaysin iltimos. Etdim men senga mashinadan chiqaylik shu shaharga kirdim. Avtobusda chiqamiz deysan. Sen menga bir Malibu'yim bilan qaragin. 2 etajli uchastkam bilan qara menga. Avtobusingga. Ana shuni olib kelsangiz bo'ldi, tog'ajon. Xo'p, ala. Tamam. So'qa. Ya. Bom qaytib ochmanglar, o'qimanglar dedilar. Qanday ochib o'qiysan? Kattalar aytganini qilish kerakmi? Qilish kerak. Sevgi xati. Boboyam ko'rsa bosarmi? Ha. Go'zalim, Sanovar. O'lay. Ahvollaring yaxshimi? Yetagura. Yoshlikdagi bergan va'dam esingdami? Seni bir o'zim baxtli qilsam deyman. Boboni qarang endi, o'ldirsin bobo. Hey. Tur joyingdan ketdik. Qayerga? Samarqandga radarlar aytib borasan. Tur. Tut radar. 70 kaskat. Qayerda? Ana tepada. Ha, zo'r bacham, malades. G'ong. Multirada. Qayerda? Mana. Malades bacham. Mana shu multirada. Ana shuni aytib qolmaganlikda. 200. Qayerda? G'ong. Ana o'tdi. Ana. Ko'rding. Aytib borda, zo'r bacham. Ibi, radar bor ekan-ku, nimaga aytmaysan? Ey, ana radar ko'ryapsanmi? O'zi radarga tushdik biz. Nimaga aytmaysan? Uxlab qolaman dedi. Nimaga uxlaysan? Uyda uxlasak bo'lmaymi? Avat! Bunga qara. Bu kuni uxlab qolganingda radarga tushdik dedim-a? Mana shtraf kelgan. Berak yana aytmasan yirtaman hozir. U shtraf kelgan. Uxlama dedim-ku men senga. O nima bag'ir bachani nimaga urib turibsiz? Menga qaragamsiz-a? U kuni Samarqandga ketayotgandik. Yo'lda radarlar aytib borayotgan. Uxlab qolgan bunga qarang. U shtraf kelgan. Shunga shunchami bitta antiradar o'rnating. Amsiya hozirgi antradarlarga ishonch yo'q.
Menga qarang, Neoline 8800 antradar bor. Eng oxirgi rusumli. Qayerda radar bor, radarlardan necha o'tasiz, hammasini aytib boradi. Xohlasangiz o'zingiz moslab so'zlab olishingiz mumkin. Hozirgi kunda Neoline 8800 antradariga 31-avgustgacha chegirma ketmoqda. Oldingi narxi 2.921.000 so'm bo'lgan bo'lsa, hozirda 2.560.000 so'm. Uzun marketdan xarid qilishingiz mumkin. Xohlasangiz o'zim o'rnatib beraman. Hamsa, shuni o'rnatib bering. Bu bacha jonima tegdi meni. Ana, endi zo'r bo'ldi-da. Radar ham tushmayman, kameraga ham tushmayman. Shukr, daram antradar oldi. Endi kayf etib dam olamiz. Turay ketdik. O antradar oldingiz-ku. Ha, yo'q, mashina magnitofoni yaxshi ishlamayapti. Qo'shiq aytib borib kelasan, borancha. Oy. Mash gemeri ham jona tegdi-da. O'tirib ham bo'lmaydi bundan dastidan. Hamsa yo'q. Hey! Assalomu alaykum. Hamsa yaxshimisiz? Tinchmisiz? Kim bu? Gemeri. Salom bermang bu. Gemeri endi sizga salom beraman endi. Hay bir hurmat izzat, bir insonda bir. Insonda bo'ladi hurmat izzat. Gemerida bo'lmaydi-ku. Yuring kiraylik. Hamsa o'tiring. Hamsa bu o'tiran joydan men o'tira olmayman. Ha, siz menga qarang, so'ragan ayb yo'q, qiynalsiz. Orqadan. Arqa mahalladan. Hamsa, siz dardingiz og'ir ekan. Yomon. Yo'qotishga yordam beraymi sizga? Qanday? Sichqondor berib ko'ramizmi? Qanaqa dori? Jillimisiz gemeriga sichqondor berasizmi? Hamsa, Jirabil bilan urib o'ldiraymi? Jillimisiz? Yo, meni og'riydi. Ha, sizda. Hozir boshqa yo'lini topaman. Degan hamsa ham yomon qiynabsiz. Qarang, o'tira olmayapti. Bugün bittasidan so'radim, Filipodi 600 degani bor ekan. Eshitganmisiz? Ha? Joyiga yetib keldim. Ardamchilik. Hamsa qani u? Uni tomiriga tushdim. Qaytib kelmaydi bizlar yonimizdan. Rostdan. Zo'r. Zo'rdingizmi? Rahmat hamsa. Rahmat sizga. Shuna biz tomiriga tushamiz. Hamsa! Hamsa yaxshimisiz? Ana o'zimizdan bering yegaylik. O'zingizda yo'qmisiz? Ha, o'zimda ham bor. Sizlar shirinda. Ber qay. Rahmat. Rahmat hamsa. Sotilib bering. Ana shu o'tlaringizdan bering menga. Nima qilasiz? Mollarga beraman. O'zingizda o't yo'qmi? O'zimda o't bor. Meni o'tim yemaydi. Ana siz o'tingizni bilmayman, mollar yaxshi yeydi. Ha, oling, o'zingiz o'rib oling. Ana shuni oling, siz o'zingiz o'raverasiz. Rahmat hamsa. Hamsa, ana shu tandiringizda non yopib oling. Hamsa, siz nima? Bu mishmi kam ta'minlanganmisiz nima? Shu mola o'tsa ham mendan so'raysiz. Yeyishga narsani ham mendan so'raysiz. Nima o'zingizda hech narsa yo'qmi? Menda ham tandir bor, lekin nonim yaxshi chiqmaydi. Siz tandiringizda zo'r chiqadi. Yo'q oling, qayding hamsa. Yoping. Rahmat. Hamsa, ana bu o'g'lingiz Zokir berib to'xtay. Nima? O'yinda ozgina yer o'qdashga ish bor, shuni qilib bersa. O'zingizda 6 ta bachangiz bor-ku. Meni bachalarim ish yo'q emas, ish etmaydi. Nima, men bachamni yegirmi nima? Hay, yaxshi ishlaydi-da, bering. Hamsa, ibi. O, hamsa jon, hormang, ibi, balonmi? Ha, yangi oldim. Mashinama. O'zbekistondagi birinchi rezina texnika zavodida ishlab chiqarilyapti o'zi bilan. Tushundingiz, bular 6 bas. 200% sifat nazoratda. Qishda, yozda, kuzda umuman yedirilmaydi. Tushundingiz? Eng sifatli, eng zamonaviy balon mana shu o'zi. O'shaning uchun o'z mashinamni oldim, qo'yaman buni. Zo'r balonlar. Hamsa, shu balon menga berib to'xtay. Nima qilasiz? Mashinangiz yo'q-ku sizda. Bilmasam olasim kelyapti-da, shu nima olsangiz men olasim ketadi. Siz shu uydan bir meni nimam olib ketmadingiz tamomda. Iltimos hamsa.